Ertalabdan hamma yuzini yuvganini kirib ketsa, men yuvilmagan yuz bilan go'sht do'koniga yo'l oldim. Haydovchi opaga gap otaman deb oldiga o'tirib olsam, opam eshigiga "Men chipta sotmayman, desa senga umuman gap otmayman" deb yozib qo'yibdi. Va nihoyat etib Nurmarketga yetib keldim, chunki bir necha qizlar bilan gaplashaverib, sevishaverib va rad etilaverib, maydalanib, parchalanib ketgan do'stimning yuragidek go'sht yemoqchi edim. Qarasam, chuchvarani sal xomroq sanab qo'ygan ekanman. Chunki market xodimlari Yandex va Uber taksichilaridek kech edi. Hop, ancha-muncha kutgandan keyin va nihoyat oldim. Bitta reklama qilib qo'yib olgan narsalarni qo'shimcha ham oldim. Hop, go'shtni-ku amallab yuqib oldim. Ana endi bir joylarga gadaylik qilib, daydilik qilish uchun yo'l olmoqchi edim. Shunda metroga tushishga, majbur bo'ldim. Va metroga tushasiz, metroning ichida uncha odam ko'p emas, ammo metroning ichiga kirganingizdan keyin barcha telefoniga erga tegib uylanib olganlar o'sha yerda. Va meni boshim har doimgidek Vistula daryosiga qarab oqib keldi. Bu yerda esa suv ustida suvsizlikdan qurib qolgan delfinlar oilasini ko'rdim. Bechora bolachasi opchiq qotib qopti. Suvsizlikdan shu suvga itarib yubormoqchi edim, hammasini qarasam kuchim yetmadi. So'ngra hay mayli deb ortimga qarasam, yoshgina, chiroylikkina, endigina 2000 ga kirgan suv parisi turibdi-yu. Qo'limdagi gulni berib, "Davay uchrashuvga chiqaylik" desam, "Yo'q, men bu yerda 20 turga 7 ishlayman, kerak emas, uzr, bora olmayman" desa bo'ladimi? Keyin bilsam, u kishi bu yerda qo'riqchi ekan.